Assalomu alaykum. Toshkent davlat tibbiyot universitetida hafta davomidagi muhim uchrashuvlar, so'nggi yangiliklar tafsilotlari bilan haftalik yangiliklar dayjesti. Studiyada Marat Yunusov. Toshkent davlat tibbiyot universiteti va Privolsk ilmiy tadqiqot tibbiyot universiteti o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvning asosiy maqsadi ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasida qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish, ularni yanada takomillashtirish hamda hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Tashrif davomida Privolsk ilmiy tadqiqot tibbiyot universiteti prorektori qo'shma ta'lim dasturlari talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Nijniy Novgorod shahrida talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, o'quv jarayoni, hujjatlarni rasmiylashtirish hamda yotoqxonaga joylashtirish masalalari yuzasidan batafsil ma'lumot va tushuntirishlar berildi. Mazkur uchrashuv ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, qo'shma ta'lim dasturlari samaradorligini oshirish hamda talabalar uchun yaratilgan sharoitlarni yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Professor tibbiyot fanlari doktori ko'p yillar davomida ilm-fan va tibbiyot sohasida samarali faoliyat olib borgan Ayupova Farida Mirzayevnaning xotirasiga bag'ishlangan tantanali tadbir hamda xotira doskasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda universitet rahbariyati, professor o'qituvchilar, akademiklar, soha mutaxassislari hamda marhumning oila a'zolari ishtirok etishdi. Tadbir davomida mehmonlar tomonidan professor Ayupova Farida Mirzayevnaning ilmiy pedagogik faoliyati, tibbiyot rivojiga qo'shgan ulkan hissasi, ko'plab shogirdlar tayyorlagan yetuk ustoz sifatidagi xizmatlari e'tirof etildi. Termizda rektorlar marafoni salomatlik sari 10 ming qadam tadbiri bo'lib o'tdi. Termiz davlat tibbiyot universitetida o'tkazilgan o'quv amaliy seminar va sport haftaligi doirasida sog'lom hayot uchun 10 ming qadam shiori ostida ommaviy yurish marafoni tashkil etildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Ko'ngratboy Sharipov boshchiligidagi o'tkazilgan ushbu marafonda respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari rahbarlari, professor o'qituvchilari, tadqiqotchilar, talabalar ishtirok etishdi. Rektor va talabalar uchrashuvi Termizda ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov Termizdagi tashrifi doirasida filial talaba yoshlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida talabalar o'z savol va takliflari bilan faol ishtirok etishdi. Rektor tomonidan zamonaviy ta'lim, ilmiy izlanishlar va startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash masalalari yuzasidan ma'lumot berildi. Uchrashuv samimiy ruhda o'tib, yoshlarning faolligi va tashabbuskorligini yanada oshirishga xizmat qildi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida xalqaro reabilitatsiya tashkiloti rahbari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvning asosiy maqsadi o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qilish hamda hamkorlik to'g'risidagi memorandumni imzolashdan iborat bo'ldi. Muloqot davomida reabilitatsiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlar, ta'lim dasturlari va amaliy tajriba almashinuvi yo'nalishlari yuzasidan fikrlar almashildi. Uchrashuvda reabilitatsiya tashkiloti prezidenti Kristof Gutenbrunner ishtirok etdi. Tashkilotning asosiy maqsadi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish, ularning jamiyatga to'liq integratsiyasini ta'minlash hamda sifatli reabilitatsiya xizmatlariga bo'lgan imkoniyatlarni kengaytirishdan iborat. Mazkur uchrashuv xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va sohadagi yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun muhim qadam bo'ldi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida Fransiyaning Psixomotor reabilitatsiya instituti rahbariyati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad ikki tomonlama hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Muloqot davomida ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va amaliy tibbiyot yo'nalishlarida o'zaro tajriba almashish masalalari ko'rib chiqildi. Fransiya tomonidan uchrashuvda institut direktori Gerard Erman ishtirok etdi. Mazkur uchrashuv ikki tomon o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash va yangi qo'shma loyihalarni yo'lga qo'yishda muhim qadam bo'ldi. Sirdaryo viloyatida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuv davlatimiz rahbarining yoshlar bilan ochiq muloqotni tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha bergan topshiriqlari ijrosi doirasida tashkil etildi. Tadbirda Sirdaryo viloyat hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Otabek Mavlonberdiyev, Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori Shuhrat Boymurodov, Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Vohid Xudoyqulov, karyera va bandlik markazi mas'ullari hamda universitetda tahsil olayotgan sirdaryolik bitiruvchi talaba yoshlar ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglanib, ularning bandligini ta'minlash, ta'lim sifati hamda kelajakdagi kasbiy rivojlanishiga oid masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, uchrashuv doirasida mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. Unda turli tashkilot va muassasalar tomonidan mavjud bo'sh ish o'rinlari taqdim etilib, bitiruvchi yoshlarning ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashildi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida hafta davomidagi bo'lib o'tgan muhim yangilik va xabarlar tafsilotlari mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.